Yaxshi ishlarni e'tiborsiz qoldirish. Nafsning yana boshqa kasalliklaridan biri bu savob amallarga beparvolik, ibodatlarni sustkashlik bilan bajarish va gunohda bardavom bo'lish sanaladi. Bu dardga tavba qilishni kechiktirish, kelajakka katta umidlar qilish va o'lim haqida o'ylashni yoqtirmaslik ham kiradi. Muolaja uslubi. Bu xastalikka shifo topishda Junayd Bag'dodiyning ushbu so'zlariga quloq soling. Uni Husayn ibn Yahyo menga Ja'far al-Huldiydan yetkazgan. Bir kuni Junayd Bag'dodiy rahimahullohdan Alloh taoloning to'liq itoatiga erishish uchun nima kerak deb so'radilar. Olim bunday javob berdi: chin tavba, gunoh qilishdan tiyilish, Allohdan qo'rqish, tavba qilishni kechiktirmaslik va umidni uzun qilmaslik. Bundan tashqari Alloh taoloni doimo zikr qilish va nafsida yaqinlashib kelayotgan o'lim haqida qo'rquv uyg'otish va najot topish imkoniyati tobora kamayib borayotganini unutmaslik kerak. Unga yana savol berildi. Inson bularni barchasiga qanday erisha oladi? Junayd Bag'dodiy javob berdi. Bunga Alloh taoloning birligiga qalbdan ishonch hosil qilish orqali erishish mumkin. Ibn Ataulloh Sakandariy rahimahulloh aytadilar: ibodatni kechiktirish, uni ortga surish bu nafsning yomonligidandir.